mana. Arg'amchi uzun holatda boryapti. Arg'amchi uzun holatda bormaydi. Chal taqib turib boryapti mana. Ana joningdan endi. Yangi tuqqan mollarga shunday qo'yib qo'yinglar, bir yarim soat bir jinnilik qilib, oxiri ko'pasiga tayansin. To'qib borlar kelaveradi, mana shu molni sog'ib ko'raman desa. Bir arg'amchida sog'ib ko'radiganlar kelsa, arg'amchida baylar, to'rtta qoziq qoq deganlar kelsa, mana shu molni sog'ib ko'rsin. Assalomu alaykum, Yazimon 24 kanalining obunachilari. Sizlarga shunaqa video chiqarishdan biz ham charchamaylik, sizlar ham bittadan like bosishdan charchamanglar. Siz ish qilavering. Kommentariyani yaxshilab o'qisalaring, men naq beraman. Antibret 200 ming so'm qo'liga berib olaman deydiganlarga men nomer qo'yib qo'yganman. Hamma viloyatlarda shopirlarning nomerlari bor. Yo'q, men BTS pochtadan olaman, ofitsialniy olaman deydiganlarga o'zimning nomerimga aloqaga chiqinglar. Men sizlarga BTS pochtadan ofitsialniy chiqarib beraman. 200 ming so'm oldindan to'lov qilasizlar, yo'lkasi ichida bo'ladi. Do'mi yetadi shu molga. Mana razmeriga qo'yishda mana shu katta kichik qilishda men yerga qo'yib turib, mana o'ng qo'lda mana belidan ushlab turib, mana tirnaqda eziladi bu. Mana tirnaqni ezgandan keyin qayrilgandan keyin mana bunday qilsa chiqib ketaveradi mana. Mana hozir 4 ga qo'ydim, mana 5 ga ham qo'yib ko'rsatyapti. 5 ga ham qo'yibdi mana. Mana boring mana. Bu molga endi kattaligi katta. Ancha. Eng katta razmeri 60-70 millionlik molga, 70 millionlik molga hozir biz mahallamizda qo'yyapti. Bunday kattalarga ham qo'yadi xullas. Mana 7-chi razmeriga qo'ysalar katta ketaveradi. Bu parda jonivor cho'ziladi mana pardasi. Bu cho'ziladi o'sha pardasi. Bu molga hozir mana 2-chi razmeriga qo'yibman. Bitta kichkina razmerdan ko'rsatyapti mana. Eng kichkina razmerni ko'rsataman, bir 10 millionlik o'zaki tushadi, kichkinasi. Mana shu razmeri 10 millionlik o'zaki tushadi. Bu molga aniq bilaman, hech bilmayman. Bor mana 3 ga qo'yib olaverdim men sizga. Buni 2 ga qo'yib oldim. Bitta qo'yib ko'raylik hozir. Bir tomoni 3 ga, bir tomoni 2 ga qo'yildi. Ayollar ko'rmasa bo'ldi. Yo'q, ko'rmayman. Necha katta ekan? Bu nimaga tepmayapti hozir? Sabab aytaymi? Sababi bu boshi bor-ku mana. Boshini kalta qilib qo'yganman. Asosiy shu eng gapiradigani, antibrik gapirtiradigani mana shu boshini kalta qilib baylaganda mol, ancha-muncha mol bor. Jicha-picha tepmaydi xolos. Endi aniq 100% tepmaydi demayman, lekin tepkisini qoldiradi, jicha bo'lsa ham. Lekin antibrekni qo'ysa 100% xudo xohlasa mana Antibrekni oldim. tepkisi qoladi xudo xohlasa. Bitta ko'ramiz hozir mana. Tepada olmasa tepib olsin, jicha qimirlab olsin. Shu uyushib netib razmerini endi bilmaymiz-da buni. Prosta agar toshni razmerini bilib olsangiz, misol, mana shu turishda hozir qo'yib ko'ramiz, tepmasa, mana shu razmeri qolaveradi. Agar mashinani ham sal-sal oyog'i ishlaydigan bo'lsa, bir dona kishiraytiramiz mashinani. Mana shu turishi ancha yaxshi. Bunga ishonmadim. 3-razmeriga qo'yib oldim chunki 3 ga qo'ydim. Ana 2 ga qo'ydim bu yog'ini mana. Yo'nib turibdi. 2 ga qo'ydim. Bu yog'ini mana 2 ga qo'ydim. Ko'ziga tegmaganda bo'ldi. Yo'q, sinib ketdi endi Bakir aka. Chiqib ketdi. O'ziga kelvasan o'zim battar bo'lsin. Qisib qo'ydi yatilar. Jinni molligi uchun qisib qo'ydi. Ketmon biroz bormi? Bo'qib qo'raman. Ketmon bering-ku. Fanta. Videoni to'xtatmadingiz ku? Videoni to'xtatmay qo'yaverdim. Odamlar boshqa. Boshqacha xayoliga bor. Ketmon bering. Mana shu buni baylab qo'yamiz hozir. Bu bilan bo'qotyapsiz. Yomon soldi-yu.
Ne turib. Mana shu janovorni antibiotikga baylaymiz. O'tkazib turanar qilib qo'yib qo'ying bo'ldi. Bolasi chiroyli ekan. Oddiyga qo'yilgan ekanda, ammo anaqa molni g'o'dasi yaxshi ekan. Agar sementalmi, angusmi qo'ysa, urug' yaxshi bola beradi. Taqirdi. Nima qilay, men o'tayam? Ha? Men o'tayam yo'q. Ya bitta ko'rsatib berayta. Mana shu hozir tepekka mola. Jinnilik qilyapti. Lekin misol ancha-muncha odam yoniga kelolmaydi-da, misol. Yana ham kalta qilamiz buni. Mana yaxshi bo'lmaydi o'zi. Ya bu o'ta sho'x. Hali oxirgi videodagi ham faqat tepardi. Faqat tepardi. Ya bu ham turib hozir tepmaydi, tipirchilayapti xolos. Tepalmaydi. Sekin yerini nima qilay? Bolasi em olgan ekan-da bu. Narigi tomonida olma yerini katta turadi. Bagiraga. Endi yerga solmayman deyapti, endi buni oldiga kim paqir qo'yadi hozir menga. Paqirda harom qilmasin deb. Pitir qilib asab tuzatdi. Eshitdi? Endi iloji boricha gapirmay turadi. Ha, jinnilik qilayotgan bo'lib mana. Qacha? Tilla to'g'ri ona. Buni peshonasini tirab baylagani shu ustundan ko'ra tenisiga mana uzun o'q bo'lsa, shunda bashi zo'r turadi. Lekin mana tepalmaydi. Jinnilik qilsa ham, zato tepalmaydi. Oyoq ishlamaydi. Charchasin o'zdan tek qo'yildi. Yoniga kelib, agar haligi turishda kelganini tepib o'ldirib qo'yadi. Bu ham qitig'i o'lguncha tipirchilaydi. Qitig'i bo'lsa o'lib olgandan keyin. Charchasin. Lekin bu singanda mashlar sinib ketadi. Alyumin emas, material yubqa emas, bu qalin narsa-da. Ancha-munchaga sinmaydigan narsa o'zi. Buni o'ylab topgan narsa emas. O'zi asli bu o'rismi, germanmi, turkiyaliklarmi, o'sha kimdir o'ylab topgan narsa o'zi aslida endi. Balkim o'zbek topgandir. Osonlashtiradi-da, xullas, mana tepmayapti, lekin pitirchilab adamaga jinnilik qilyapti. Endi hamma odam jinnilik qiladi-da. Odamni ham baylab qo'ysin chiqantarib, nima qilar ekan, keturamikin. Yelini qattiq ekan. Endi yaxshi savol ko'rasanmi? Ya. Bittadan like bosib qo'yasizlar, mana shu molni dugu borlar kelaversin. Hozir Namangan viloyati Gurtepadamiz. Namangan viloyatidamiz-da. Namangan viloyatidamiz, dugu borlar kelaveradi, mana shu molni sog'ib ko'raman desa. Bir Arg'amchida sog'ib ko'radiganlar kelsa-mi? Arg'amchida baylar, to'rtta qoziq qoq deganlar kelsa, mana shu molni sog'ib ko'rsinlar. Bezantib beriting. Ha, bezantib bering, sog'ib ko'rsin. Bu qisib oldimi, nima bo'ldi? Masqonga qoldi. Bu bizda hashaki mollar yemasa sut bermaydi. Bolasi yemasa sut bermaydi. Orqasidagi orqasini so'yib. Ko'rinyapti. Dugu borlar kelaveradi mana. Menga telefon qilsin,
Jang kilodimi qanaqa mol bo'lsa ham sog'aman, arg'amchida sog'aman desa, haqiqatan ham video qilib yukka qo'yamiz aka. Shunaqa mol bo'lsa aka. Shunaqa odam bo'lsa. Shunaqa mol bo'lsa. Bunaqa mol bo'lsa aka. Meni hozir duxum yetmadi. Seriozli gap. Biz meni duxum vashi balat odamman. Endi mana shu turishda misol tepmasa bo'ldi, zato sog'dirsa bo'ldi. Tepmagandan keyin odam qo'rqmaydi, boraveradi. Lekin aqabaqa titirchilaydi. Ozon chaqirib olsam bo'lsa. Odamni boshlaganman. Ha, ozon chaqirib bo'ldi mana yana. Boshladik yana. Xullas mana yaxshi sodirar ekan, xullas indamay turar ekan mana. Xudo xolasa. Jinniligi bor ekan-ku, lekin qantarish kerak mana shunaqa. Qantarsa mana mol bo'lmasam bitta aka bugun aytib qoldi. 1-2 yil oldin, 1 yil oldinmi ular sotganman bugun Andijon Qo'qon yo'lida. Antibiri ko'tarib Xorazmga chiqaraysan bu otga. Aka, mashina olganmi o'tkayli dedi. Shu narsani dedi 1-2 kunmi molga taqilib qolib ketdi dedi. Mol dedi shundan keyin dedi o'ta yuvoshib qoldi dedi. Ertamagacha ur dedi, mana taqilib qo'ygan dedi. Bir yotolmas ekan. Endi yiqilsa keragi bilmadim, lekin yotmagan ekan shu moli. Bir marta dedi ashlab qolib ketdi dedi, keyin yana dedi 2 safar dedi ashlab qolib ketdi dedi. Shundan beri dedi mol dedi. Endi tepmay qo'ydi, jim bo'lib qoldi, lekin ishlab tepmadi boshladi dedi. Ular mana shu narsa qolib ketadigan bo'lsa bir yarim soat tek qo'yinglar, qantara shunday qo'yib qo'yinglar, mana shu turishda ichda jinnilik qilsin, tep aqabaqa qilsin, bir yiqilsin, boshqa bo'lsin. Lekin bu oz molga misol qo'ymanglar. Endi yiqilsa endi qanday bo'ladi? Ibransi bo'lishi mumkin, lekin mana yangi tuqqan mollarga shunday qo'yib qo'yinglar, bir yarim soat bir jinnilik qilib, oxiri to'basiga tayansin-da, mana shu molamda, to'basiga tayansin. Bir yarim soat qo'yib qo'yinglar uni. Lekin mana shu sinib ketganda shu molga sinib ketadi. Boshqa bundan katta mollarga ham qo'yganmiz-da. Bu baquvvat narsa. Antibiri buni olaman yana tepishni boshlaydi. Balkim tepa o'tgan safargi mana oq molda buni olganimdan keyin qaytib tepmay qo'ydi. Bir marta tepdi-yu, uni yoqda tepmadi. Bu xuddi hali taqilib turganga o'xshaydi, bir oyog'i og'raydi, keyin tepmay qo'yadi-da. Lekin mana shu molda bor, shoqini agar yarim metr, 1 metr qiladigan bo'lsa, bor mana shu turishda antibirga ham ko'nmaydi lekin. Tepmaydi, lekin tep turmaydi. Mana mana jinnilik qiladi. Jinnilik qiladi. Baq o't turasizlar, yana jinnilik bo'lgandan keyin sekin boraverasizlar. Ular tepmaydi. Tepmaydi qisqasi. Shalta yemaysizlar. Hozir o'tiring endi. Ustam qolmadi shekilli. O'rtasida bor. Idirish kerak-da, bolasi. Mana shu kichkina mol, ama bitta tepkisini esa odam bo'lmaydi-da, qaytib. Bolasiga yomon ilhom bo'lar ekan. Bolasi bori yugurib ketib olsa, liboy molda ham-da, yoniga buni baylab qo'yinglar bolasini. Qizg'anadigan mol bo'lar ekan. Mana shu o'ta yomon qizg'anar ekan. Hozir ketib qoldi, borib ketirmadi vashi. Bu sutlik yemin bizdan keyin hech kim ichmaydi buni. Bolasiga bersa beradi, uni xuddi ko'radi, yo mishqa beradi, boshqa va hokazo. Biz endi qo'limiz mana molni go'ngi bilan sog'yapmiz. Iloji yo'q. Endi sog'masa mol kasal bo'ladi. Isitma chiqaradi, boshqa bo'ladi, lekin endi balki mishqa beradi, balki boshqa narsaga beradi, endi bari beraveradi. Yo qizaveradi ariqqa. Endi u qilmanglar deyapti, haqiqatan ham u bo'lyapti o'zi. Endi sog'masa bo'lmaydi-da. Shuni bosib qo'ydim, video ko'ryapti, hech qanday o'tkinchi parcha qo'sh. Xotirami. Yarim soat bo'ldi rosa. Mana ikkita yelini ushlab turman, ikkita to'g'ri sog'olgan. Ikkita yelini ham sog'dirgan. Ikki qo'lda sog'ib ko'raymi? Yelinida sut to'la bo'lganda o'zimiz o'qib sog'ib berardim. Ha, yo'q. Bildim. Yaxshi sog'aman-da men aslida kitobida. Hozir mana shu ish uchun nima qilish kerak? Bolasini olib boradimi? Yo'q, emmaydi bolasi. Emmaydimi? Necha kattaroq olsin
tirrab yurmaydi. Hozir Bo'ldi, sovg'aningizni ko'rdim, onasini. Onasini bir marta orttirib qo'yib ko'ringchi yana. Ha, hozir uni yechaman, dumini. Indamay turar ekan mana. Ashdan qo'yishni yana bir ko'rib olaychi. Kuchli ekan ular. Men o'zimcha ashini sindirib bersa kerak, ma'lum bildim. hadashyapsan u. Mashincha qaralaydi. Kuchli ekan u. Baquvvatli Baquvvat baquvvat. narsa ekan. Gap yo'q. Olishda bu qo'lni bunday qilib olmasa bo'laveradi. Bunday qilib turib, men o'zim ko'proq shaxsan dumi bilan urmay tursa, mana shunday qilib turib mana olaman. Bir endi olgandan keyingi olib turib ko'raylik, qanaqa nima bo'ladi. Bolani turish kerak. Bolasini endi turibdan. Olgandan keyin ba'zi mollar turibdi lekin ishonchi yo'q. Kimda beraveradi hozir borib. Yerini bitirishasiz tepmasiga. Baslik hech kimda bo'lmaydi. Bir narsa bilan senga borib ko'raymi? Boring endi yesiz tepkisiz. Qo'yasiz a? Chiqarib turaychi mana. Orqaga tepmasa bo'ladi. Orqaga tepar ekanda. Orqaga tepmasa kerak. Yo, orqaga tepdi taliganda ko'rmaysizmi? Yonga tepmadi, orqaga tepdi. Ana tep turibdi antibrit o'yandan keyin. O'tirib bemalol xudo xolisa so'xsa bo'lar ekan. Lekin hech kim davr bermaydi hozir. Ana orig'i ham borda anaqasi. Ha, yuyishtiradi buni. 15 minut deganda yuyishadi. Ba'zi mollar bir 4 sm oyog'ini ko'tarib oladi 15 minut deganda. Balki 20 minutdir. Bo'ldi. Hozir to'xta mana shu bir tepadi bir 1-2 minut tursin-da. Xudo yo'qolsin. Xitoy kelsin. Ha, nimasi? Ha, yuyishtirib qo'ysin. Ha, yuyishtirib qo'yadi. Antibritni borib ko'raylik. Yaxshi-da. Ba'zi mollar mana shunday tevib qo'yadi, lekin ishonch yo'q bari. Ha, qo'yishda yana qo'yishda bu parrani tortib turib qo'yish kerak. Mana uzoqdan turib mana bunday qilib qo'yib tortiladi. Parda tortildiki, buni joni og'riyapti. Qandaydirki bir narsasi borda endi bir terisi tortilyapti. Sekin yana buni hozir mana shu qisib turibdi hozir. Biraz bir to'xtatiraman. O'ta darajada qisib qo'ydim taniganda. ayol kishi taqarganda shunga moslab. Ha, ayol kishi taqadigan moslab mana 3 ga 2 bo'ldi bu. Tepasida mana strech bor, salafani bormi? Salafani bilan qo'yib yubordigan strechidan. Ovoda eski ekan deganlarga mana tepasida strech bor. Nima bo'lsa yangi bo'ladi. Lekin bu temir bu. Temir, nerjevika va asinkovka emas, endi materiali qalinroq buni. Ha, bo'ldi. Ko'rindi. Mana. Mo'los sog'laveradi. Bir hozir mana yana shoqini kalta uzaytirib turib yana bir sog'ib ko'ramiz hozir. Yelini shishtimi qolmadi bu bechorani. Endi hozir buni bo'shataman. Yo'g'ridan turgan ekan. Bunday yurmasin, hayallarga. Yo'q, tushundim. Ha. Qo'yishni tushunolsa qo'yishdi. Keyin ilk ko'rasiz. Ya o'z qo'yib ko'rmaysiz, videoni to'xtatib turardi, o'z qo'yib bitta ko'rmaysiz. Videoni to'xtatib turamiz, hozir ayollar qo'yib ko'radi bir. Ha, davom etamiz. Ha, video egasi o'zi qo'yib ko'rib olib fikrini aytdi o'zi. Endi buni bitta kengaytirib yana bitta ko'ramiz-da. Kengaytirib. Ha, nima nimasi? Mana bu
Topdingizmi? Meni qiynadingmi, topir? Bilmadim. Iflos. Bu arg'amchini o'rtasi bor-ku. O'rtasidan shunday o'tkazib, ikkalasini bunday qilib qisib qo'ydim-da, ikkalasidan tortib. Bo'lmasa chiqib ketadi. Shu chiqib ketdi, kuni chiqib ketib qoldi qo'shnimiz chiqqanda. Ha, chiqib ketib qoldimi shu yoqdan? Ha, shu yoqdan chiqib ketib qolib boshqatdan baylaydi. O'rtasidan o'tkazib qo'yaman. Chiqaraveradi bo'lmaydi. Chiqib ketib zo'rg'a baylab oldi. Qo'shnimizam Bo'ldi endi chiqmaydi. Bu molga qancha olgan suv qo'shish ham mumkin ekan. suzadi. Suzarkan-da shu. Tug'ishdan oldin ham shunaqa usadigan bormi? Kurma baylashtirgan olganmiz. Bakir aka. Keling, kirmaydi, baylam o'tanasan. Asta qolaverar ekan. Kirmay baylasan shu bo'laman. Kurma baylashtirgan anaqasini eksperiment qilib. Ha, kirmay. Ja, uzun qo'rma, o'tib ham ketmasin. Bir ko'ramiz hozir. Mana shu turishda uzun holatda mana bir soat ko'ramiz hozir. Mana. Ha, yeysiz. Hozir mana shu sovuq ekan bo'libdi, mana bolasini tek formada va qo'tib turaymi? Ko'ryapsizmi? Prosta endi hali uzun holatda, mana arg'amchi uzun holatda boryapman. Arg'amchi uzun holatda bormaylar. Chal taqib turib boringlar mana. Ana joningdan endi. Uzun borganini to'g'ri qo'yganman-da endi. Hamma ham qo'yapti endi uzun qilib. Bormay. Shunday mana. Poylab bu. Poylayapti sizni. Telegram tushdimi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Ko'rlayam. Telegramda yana bitta video qilaylik, qaysi biri? Telefonda. Yo'q, yaxshi chiqdi-yu. Yaxshi chiqdi bitta ham. Bekor chiqib qo'ydi. Ketyapti video unda. Mana shuni olib turganda. O'zi, mana Telefoningiz ham qolmabdi-da. kim jur'at qiladi bunga molga? Orqaga ham, yonga ham. Bu antibrik bilan boryapman. Yaqin borganim yo'q. Dug'um yetmaydi. Plyus tushib boradi o'shantagizda. Dug'um yetmaydi. Bo'ldi bo'lmasa. Hurmatli Yazyon 24 kanali obunachilari mana shu molni ko'rdilar. Mana oxirdan o'tib ketaveradi mana shunaqa yashab parasotdan chekam ekan bu molda. Endi molda parasat nima qilsan endi? Mana shu molni ko'rib turibsizlar, mana shuni sog'dim-da endi. Agar mabodo shunaqa mollaring bo'lsa, vodiy deparasiga aytaverasizlar. Vodiy deparasiga o'sha borib mollaring sog'ib beraveramiz. Agar shunaqa tepkir bo'lsa. Tepkir bo'lmasa, prosta tefarad olmasa biz ovora bo'lib chaqirmaylar. Bu kalta qilib baylagandan keyin ba'zi mollar bor, tepalmay qolyapti. Hechanasi mana kalta qilib baylagandan keyin tepmayapti. Tepmagandan keyin biz borib befoydali borib kelyapmiz. Bizga tepish kerak. Mana tepkir mollarga chaqiraveraman. Nomerlarni pastga qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bepul. Tushdimi video?